Static hum invades my veins marrow. Lights flicker, shadows stretch narrow. Hands move distorted in the blurred pain. Echoes of silence driving me insane. Buzz of machines screaming the truth. Colors bleed out in slow motion loops. Chasing the sparks in a world gone gray. Wires tangle, whispers of disarray. Assalomu alaykum ahli Oltariq. Yaxshimisizlar? Hammalaringizni kirib kelayotgan yangi yil bilan avvalambor muborakbod etamiz va bugungi ayyomimiz va mana shunaqangi tadbirni bizga o'tkazishga yaqindan yordam berib kelayotgan va eng katta homiylarimizdan biri Yangi hayot do'konlar tarmog'i. Hozirda bilasizlar, Oltariq tumanimizda 3 ta filiali mavjud, ya'ni Proparka Hamzada, ikkinchisi Pavorotda, ya'ni ishdan qo'rg'on tomonga ketaverishda, asosiy filialimiz mana shu Chinordagida ikkinchi do'konimiz. Hozirda mana shu 3 ta filiallarimizda yig'ilgan xaridorlarimizning omadli biletlari mana shunaqangi lototronimizga jamlandi va birma-bir xudo xolasa bu yerda katta kichik sovg'alarimizni o'z egalariga topshiramiz. Eng oliy yutug'imiz o'sha har oy mana shu Muhtasham Travel orqali jo'natilayotgan umra ziyoratchilarimiz maza qilib, ziyorat qilib, umra amallarini bajarib kelayotgan travelimizdan bir kishilik umra yo'llanmasini bugun xudo xolasa o'z egasiga topshiramiz. Hozirda mana shu sovg'alarimizni, katta kichik sovg'alarimizni o'z egalariga topshirishimiz uchun bizga bir yaqindan yordam beradigan bir hojibolarimizni, akalarimizni taklif qilamiz. Mana shu lototronimizni aylantirib, ichidan birma-bir biletlarimizni topishga yordam beradi. Qani kim ko'ngillilardan kelinglarchi. O'zi ikkita sovg'amiz qoldi mana. Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchmisiz? O'zingiz tanishtiring endi mana kamera qarshisida. Ismingiz? Hoshimjon. Hoshim hoji aka, mana shu lototronimizni chiroyli aralashtirib endi mana xo'p, mana endi Muhtasham Travel orqali bir kishiga umra yo'llanmasi, xudo xolasa mana shu Yangi hayot tarmoqlaridan juda ko'p insonlar umra ziyoratiga borib, Muhtasham Travel orqali borib, u yerdagi sharoitlarni o'zlaridan eshitdik, nihoyatda bir chiroyli sharoitlarni qilib berishga turgan o'sha Muhtasham Traveldagi boshqaruvchilarga ham kattakon rahmat aytamiz va bizga mana shunaqangi imkoniyatni bergan Yangi hayot do'konlar tarmog'idagi boshqaruvchilarga, do'kon egalari, tadbirkorlarga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hoji aka, endi yaxshilab aralashtiryapsizmi? To'xtaganingiz yo'q, o'zi ko'rib turibman. Mana shu insonimizni, omadli insonimizni bir tanlab berasiz endi. Qani, qarsiylar chop turamiz endi, qani oliy yutug'imiz. Qani baxtli odamni bir topib bering. Qani, bismillah. O'zingiz ham tashlaganmisiz hoji aka? O'zim mijozman. O'zingiz ham mijozsiz-a? Yo, boshqa kod kerak. Qani, bismillah. 93 kodli. 370 11 91. 93 kodli. 370 11 91. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Aka, Chinordagidagi Yangi hayot 10Y mahsulotlar do'konidan sizga telefon qilyapmiz. 10Y mahsulotlar, Yangi hayot. Bu narsa olganmisiz bu yerdan? Yog'mi, unmi ro'zg'orga? Nima olgan edingiz? Qayerdansiz? O'zingiz tanishtirsangiz bo'ladimi? Nurafshon ko'chasidan. Ismingiz aka? Abrorjon.
Abror aka, mana siz shu yerga savdo sotiq qilib bir telefon nomeringizni tashlagan ekansiz YouTube'ga. Ha, bir yaxshi niyat qilgan ekansiz. Xudo xolasa mana sizga umra yo'llanmasi chiqib turibdi-da. Tezda chiqa olasizmi bu yerga? Ha, siz tezroq chiqing. Tezda bo'ling. Agar och damlarni bo'lsa qozon bilan ko'tarib chiqing. Bo'ling aka, kutamiz sizni. Yo'q, siz hazlashtirib turaman, qaraveraman, kelavering aka, shu yerdaman. Baribir ishonish qiyin-da bu narsaga. Mana shu insonimiz Chinordagi Abrorbek akamizga nasib qildilar. Xudo xolasa mana Muhtasham Travel orqali borib chiroyli umra ziyoratlarini qilib kelishadi. Premyer efirda ko'rib turganlarga ham mana Chinordagidagi insonimiz g'olib bo'lishdi. Telefon nomerlarini yopishtirib qo'yamiz endi shu yerga. Yutuqli insonlarimiz, ya'ni mana shu yangi hayotdan xarid qilib, o'z yutuqlarini olgani kelgan insonlarimizni birma-bir chaqirishga qaror qildik va bizga yordamchilar kerak. Qani bolalar? Bu sovg'alarni berib turgani va telefon nomerlarini aytib, xo'p, pechimizdan boshlaymiz, ya'ni elektr qozonimiz 4433. Kim kelgan 4433 ga? Hoji aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hojibo, o'zingizni tanishtiring endi bir. Otam Azim Hoji. Aha. Shu Uzumchi mahallasida o'tiraman. Aha. Shu nima deyayman aka? Nimalar xarid qiluvdingiz bu yerdan? Biz bu yerga mijozmiz. Ha? Kunda kunora narsa olib turamiz. Yaxshi, ro'zg'orga, chorvalarga. Chorvalarga. Yo'q. Salomat bo'ling. Qarang, mana bir dona o'sha yog' olib yoki chorva mahsulotlarini olib ro'zg'orbop buyur. Yangi yilga yangi sovg'a. Tanjonlari sog' bo'lsin. Salomat bo'ling. bersin. Bundan ham savdolari yaxshi yurishib Ha, ilohim. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p, bola. Xo'p, ikkinchi yutuqli egamiz 0026. Kim kelgan? 0026 ga. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? O'zingizni tanishtirasiz siz ham? Aha. Nima xarid qilgansiz? Nima xarid qilingan bu yerdan? Kepi olinganda. Aha. Demak, chorva mahsulotlariga kepinglar. Yaxshi. Mana sizga ham shu yangi yilga yangi sovg'a. Umringiz uzoq bo'lsin, xaridimiz yana ham ko'payaversin. Sog' bo'ling. 0505 Plisos egasi. Kim kelgan? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'zingizni tanishtiring. Ismim Asilbek. Aha. Shu yerdan kepi mahsulotlarni xarid qilib, mana Plisos yutib oldik. Salomat bo'ling. Salomat bo'linglar. Umringiz uzoq bo'lsin. Mana shu Plisosimiz sizga. Ya'ni chorvachilarimiz ham ko'payganda bu yerda chorva mahsulotlari ko'p xarid qilinar ekan. Sog' bo'ling. Mana chorva mahsulotlari o'sha bu yerda siloslarimiz, kepaklarimiz va o'sha patron deb qo'yishadi. Uni chorvachilar o'zi biladi. Qo'y boqadigan, mol boqadiganlar chorvachilarimiz o'zlari biladi. Xo'p, qish mavsumiga pechimiz bu ham 93-97. Assalomu alaykum. Omonmisiz? Keling, yaqinroq keling. Kayfiyatlar zo'r, ha? Men o'zi bunday ko'rib turib bildimda kayfiyat zo'rligidan. O'zingizni tanishtiring. Hamzadan. Hamza. Izzatbek. Izzatbek. Hamzalilar ko'pida o'zi bugun, ha? Qolgan hamzalilarimiz kelmabdi-da. Izzatbek, mana shu yutug'imiz sizga. Nima xarid qilgansiz endi Proparkadagi filialdan? Shu chorvaga tuz, kepi. Aha, teza chiqib turasiz. Ha. Yaxshi. Mana shu sizga mana yangi yilga yangi sovg'a. Umringiz uzoq bo'lsin. Xaridingiz yana ham ko'payaversin. Buni endi imkon qadar mana do'stlarga targ'ib qilinaveradi-da. Bu yerdan yog' ol, un ol, shu bir dona telefon nomer tashla. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz, umra yo'llanmasini ham yutib olishdi. Keyingisi o'sha endi xudo xolasa. Keyingisiga o'sha. O'sha. Salomat bo'ling. Xudo xolasa keyingisiga sizni umraga jo'natamiz. Inshaalloh. Sog' bo'ling, mayli. Xo'p, endi oliy yutug'imiz
Bularning egalari kelmadi hali. Oliy yutug'imiz, ya'ni Umra yo'llanmasiga 1191 egasi Abror akamiz. Abror aka keling endi. Assalomu alaykum. Abror aka, sog'lig'ingiz yaxshimi? O'zingizni endi to'liq tanishtirasiz endi. Abror aka, mana qarang, telefon orqali sizga telefon qilganimizdagi taassurotlar bilan ozgina o'rtoqlashasiz. Sababi bu, mana shuncha, mana qarang, shuncha insonning orasidan sizni omadli biletingiz Hoji akamiz bir chiroyli qilib tortib berishdi. Taassurotlar qanday bo'ldi aka? Aha, xursandchilik zo'r. Aha. Boshida ishonmagandek bo'ldingiz-da bizga. Ha, hazillashyaptimi deb o'yladingiz? Xudo xolasa aka, mana Umra yo'llanmasi muborak bo'lsin aka. Muhtasham Travel orqali mana shu Maqsud Hoji akamiz juda ko'p insonlarni olib borib kelishyapti va Muhtasham Travel'da o'ziga yarasha qulayliklari, u yerdagi sharoitlar juda zo'r. Aka, muborak bo'lsin. Qarzinglar qani endi, qani? Sog' bo'ling aka, umringiz uzoq bo'lsin. Salomat bo'ling. Aziz obunachilar, aziz yurtdoshlar, aziz Oltiariq ahli. Mana Oltiariq tumanimizda 3 ta filialimiz bor. Proparkada, Pavorotda va mana shu Chinortay'dagi asosiy filialimiz. Imkon qadar 1 litr yog' olasizmi, chorva mahsulotlari olasizmi, telefon nomeringizni ana shu qutilarimizga tashlang. Kelasi safarga mana shunaqangi Umra yo'llanmasini aynan siz yutib olishingiz mumkin bo'ladi. Sog' bo'linglar.